Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib turgan podpischilarimiz. Sizlar uchun navbatdagi trekker mashinam sotuvga keldi. Video obzor etib, xudo xolasa chiroyli etib hamma ma'lumotlari bilan mashinamizni bir qator to'liq tanishtirib o'tamiz. Video obzorini boshlashdan sizlardan har doimgi shu so'roq qolgan narsamiz, videomizga bir dona like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'ysangizlar va kommentariyada fikrlaringizni yozib o'taverasizlar. Narxi va boshqa ma'lumotlar haqida o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Endi ayrim insonlar uchun nechik narxga qo'ysang ham qimmat bo'lmaydi, to'g'rigamaydi deydi, lekin narxni ko'rib solishtirib yurgan insonlar uchun hech qanday qimmat emas to'g'risi. Mashina 2024-yil 6-oyda salondan olingan, bir qo'l, kraskalari 100% родной. Arka holatlarini ko'rishingiz mumkin. Zapas chebollari yerga tushmagan, yana telar ham qirchilib yonib boqqani yo'q. Yana salon plastmaslarinacha qirchilmagan ham, bo'yalmagan ham. Bemalol libo yerining xohlagancha tekshirib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Kraskasi даже bamferlarinacha родной, 4 dona Roman Zitto'dan yumshoq polda ustonovka qilingan tozasidan salon holatlari, obshipkalarni chiroyli bo'lib turibdi, hech qanday qirilib bo'yalgan yeri yo'q. Даже ishlarinacha sidian kojasini motor durishini qaranglar. Mashina kilometrini taxmin etib turinglar, sizlar o'ylagan kilometrdan oz chiqadi. O'zingiz sun'iy kilometr yurganda o'ylamaysizlar. Tepasida panoramli lyuklari, kuzovida hech qanday qirilgan, chizilgan, bo'yalgan yerlari yo'q. Polirovka keramik ishlar ham atilib turibdi mashinamizda. Endi kojalar ham, torpedolar ham, obshipkalar ham, xullas mashin zo'r, mozza sotsiyada. Ne deydi Roman Zitto balon? Nada tochkalari bilan turibdi yo'nglar. Paket 5000 kilometr yurganda ko'p yurgan bo'lsa. Polirovka keramika etilgan, RS dizayndagi oblisovkalar ham ustonovka etilgan. Kraska yo'q, probeklari o'ziniki, motor ходовойda ishi yo'q. O'sha yumshoq balon o'zi nima deydi? Mashinaning normalniy ходовой sistemasini effektini 70% o'zgartirib beradi. 100% deb hisoblagan bo'lsak, 100% dan 70% da yumshatib beradi. Endi qolgan narsasini, misol $100 pulundan qaçmasazlar, Mercedes o'yatib bersangizlar, mashina чистый lakka bo'ladi. Mashina 60.000 kilometr yurgan, lekin sotsiyasini hozir o'zingiz ko'rib o'tdingizlar, kommentariyada yozib o'tinglar, 60.000 yurgan mashina o'xshaymi. Rulni kojasi, zavodskiy kojada turibdi, matoviy holatda. Skorslar ham, funksiyalari, klimat kontrollari, parkovkalari, keyin katta displey, panoramli lyuk, cruise control, klimat kontrol, xullas funksiyalar ham ko'p mashinamizning. Endi narxini keladigan bo'lsak, do'stlar, sizlar uchun 185 million so'm ustida yana savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Keyin kredit etib olaman desangizlar, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan mijozlarimiz uchun boshlang'ich to'lovini 15 million so'm pul bersangizlar ham mo'jin bitirib beramiz. Pasport, prava kerak bo'ladi. Kredit istoriyalaringiz toza bo'lsa, 15 million so'm pul aytsangizlar, hamma ish shuning ichida bitib ketadi. 15 million so'm bilan Trekker Premierni zo'rini aytsangizlar bo'ladi. Mashinani avtosalondan olib chiqilgan vaqti 2024-yil 6-oyning 21-hissasida chiqqan, lekin zavoddan chiqqan vaqti 2023-yil 12-oyda chiqqan. Shuni hisobini texpasportini 23 berib qo'yib qo'ying. Qiziquvchilar bemalol kelaversa, kommentariyada fikrlaringizni yozib o'tinglar. Albatta, nima deydi? Odob doirasidan chiqmagan holda, shaxsiyatga demagan holda, narx ma'qul keladigan bo'lsa, kelib xarid eta olaverasizlar. Mashina ma'qul keladigan bo'lsa. Barter ham ishga yoramiz. Barter ham mashinalar bo'lsa, ikkisingizlar ko'rib, hisoblab, chiroyli narxda olamiz. Manzilimiz Urganch yo'ldan yo'li Sputnik svetofor yonida sotuvdan mashinalarimiz ko'p. Trekkerning LTZ pozitsiyalari, Gentra, Cobalt, Malibu, keyin Chia mashinalarimiz ham bor. Hammaga kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.